Assalom. Sizlar bilan sizni tanishtiramiz. 3Xdagi sirli va kerakli joylarni ko'rsatib o'taman. Bu bitta bu yerda o'rganishkini ko'pchilik bilgan, hech adashmayman. Ya'ni ko'p Minecraft'lar bu faqatgina uchalasini ko'rsatgan, men esa to'liq obzor ko'rsatib beraman. Ya'ni o'tgan video chiqarmoqchidan uzr ketib qoldi. Chunki men jonlida nima qilib ko'rgandim. Mana men kelgan joydan kelasizlar. Kelib bu tomonga yurasizlar, pastga qarab. Shu tomonga yuraversangiz, yuraverasiz. Agar sizda ham chiqqan bo'lsa, like-ni bosib qo'yaverasiz va obunani ham bosavering, chunki obunani bossangiz bunday joylardan juda ham ko'p ko'rsataman. Shunaqadagi maksimalniy darajada vaqt borligidan foydalanib ko'rsataman. Qayerda qishloq? Qayerda shekilli? Adasi ko'rdim. Spor. Qaytish kerak. Voy. O'zi vaqt yetmayapti yana. Buni ham. Mana kelgan joyim bo'lsa, bu tomondan to'g'ri yurib qilsak, topdim. Agar sizlar ham shuni yo'qolib qoladigan bo'lsalaringiz, spamdan kreativda lifehack. Jonliga o'tib turib, albatta o'zlaringizni o'ldirib olasizlar. Boshqa qiladigan lifehack yo'q deb o'ylayman. Hali bu yerda chunki bu yerda bitta ko'rsatdim. Bo'ldi. Endi ochib olsin. Mana bu konlaring juda ham katta kon. Tavsiya beraman. Xolos, agar bu yerda lava ham bor desmasam. Bu yerda tagga solaring. Mana piramida. Bugungi videomizda shular bor, xolos. Obunani